Aziz talabalar, hozir biz shunday bir ajoyib ustoz bilan uchrashib turibmiz. Islom Hamro ustoz bilan 1993-yilda O'zbekiston Ovozi gazetasi mamlakatimizning yetakchi nashrlaridan biri hisoblanardi. O'sha paytda o'sha gazetada ishlaganmiz. Men bosh muharrir o'rinbosariga tenglashtirilgan bir lavozimda gazetaning bir ilovasi bo'lardi. Osiyo bozori degan shuni nashr uchun mas'ul edim. Islom aka bir bo'lim muharriri edi va bu kishini yonginasidagi xonada butun keyinchalik mashhur bo'lib ketgan ustoz shoir Muhammad Yusuf ishlardi. Muhammad Yusuf bilan biz bir yil shu Baqamda o'tirib, birga tushlikka chiqib, birga tadbirlarga borib mana shunaqa ishlaganmiz. Endi yerda esda qoladigan bir qiziq voqea, har gazetani 2-3 sonda ko'rasiz, boshqa gazetada ko'rasiz, Islom Hamroning butun turkum she'rlari chiqadi. Kitob qilishga hafsala qilmaydi. Baribir soddalik, ozroq o'zimizga loqaydlik borda. Keyin men ayta boshladim. Siz she'rlaringizni yig'ing. Men kitob chiqarib beraman. O'zim muharrirlik qilaman. Muhammad Yusufga so'z boshida yozdirib qoling. Endi bu ustozni ham bo'ylab qo'ymagan. Xo'p ustoz, xo'p aka, xo'p qilaman deb, bir yarim yillardan ko'proq vaqt o'tib ketdi. Bir kun bog'da ko'rishib qoldik. Islom Hamro shu bitta shapaloq shurib o'rayman. Nima qilsam aytganimni qilasiz. Shu bugun boring, Muhammad Yusuf bilan olib qoling. Mana shunga o'xshagan jaydari suhbatlarni qilganmiz. Keyin bo'ldi aka, bugun beraman deb qo'lyozmalarni berdi, Muhammad Yusufga berdik va Muhammad Yusuf nihoyatda bir chiroyli so'z boshi yozib berdi va birinchi kitobini o'sha 1993-94-yil chiqqan menimcha shoir bo'ldik sendan ayrilib. Birinchi kitobimiz shu edi-da. 95 chiqdi. O'shanda ham cho'zib demak 2 yillarda chiqaribmiz. 10 ming nusxada chiqarganmiz. O'zi ham kitobning nomi qarang, qanday go'zal. Shoir bo'ldik sendan ayrilib. Bu endi o'sha haligi sevgilisiga qaratilgan bir ajoyib she'r edi va eng esda qoladigan baribir u Muhammad Yusuf kamdan kam shoirlar kitobiga so'z boshi yozgan. O'zi siznikidan boshqa yana kimniki yozgan eslamayman amaga. Mana bilmayman. Shunday. Lekin bu juda katta voqea. Endi mana hozir haykallari turibdi. Agar hayot bo'lganda bu ham O'zbekiston qahramoni olarmidi? Shunday Abdulla Oripov Erkin Vohiddan keyingi katta bir shoir sifatida adabiyotda porloq yulduz bo'lib qoldi va o'shani ham shogird, biz ham shogird hisoblaymiz. Ham hamkasb bu bir yil birga ishlaganmiz. Men keyinchalik Oliy Majlisda yana 4-5 yil birga ishladim Muhammad Yusuf bilan. Islom Hamro mana shunday katta nimaga erishgan. O'zbekiston Ovozi gazetasi katta maktab bo'lgan hammamizga va keyinchalik mana Adolat gazetasi bosh muharrir bo'lib kelgandan buyon shu eng partiyani faoliyatini mamlakatga bayroq qilib ko'rsatgan yetuk kadr, yetuk shaxs Islom Hamro ustoz bo'ladi. Menga savol beryapsizlar, ustoz sizga o'xshab shu Toshkentda qolib ishlab yoki mana shu katta ijodkor bo'lish uchun nima qilish kerak? Mana savollarimga javob. Islom Hamro deb ustozlik tagida Makka mushlanglar. Mana gazetalardan hozir olasizlar, telefonlarni olinglar, Telegram orqali gaplashinglar, maqolalar, she'rlar jo'natinglar. Men bularga doim aytaman, Islom aka. Bir joyga ishga so'rab borsang, ish so'rab borsang, qani hujjatingiz qoldirilmaydi, o'rganib ko'raylik deydi-da. Sen ketgandan keyin shunday internetda ochib ism familiyangni yozib ko'radi. G'irr etib bir mingta maqolang, she'rlaring, hikoyalaring, YouTube'da chiqishlaring bir zo'r ijodkor sifatida ko'rinsang bo'ldi. O'sha kunda o'zida chaqiradi. Bo'ldi, arizangizni yozing, siz mana bu mas'ul ishda qilasiz deydi. Endi yerda bironta narsang chiqmasa, yoki chiqsa bitta ikkita bunday narsang chiqsa, keyin qo'lyozmani ko'rsa, haliginday maktab bolasinikidan battar bo'lsa, uzr, keyinroq chaqiramiz. Men hozir hujjat olib ketavering deydi-da, ketgandan hayotda sizni chaqirmaydi. Hozir ustoz shu gapni aytayapti. Mana 3-4 ta sanab ko'raman deyapti. Bugundan mahkam harakat qilsalaring, mana ko'pchiliklar viloyatdan kelgansizlar, shu gazetani viloyat muxbiri bo'lib ketishlaring mumkin. Bitta hujjatni olib, ustoz mana shartnoma asosida ishlab, Toshkentga tez kelib turib, sizlar asosiy dargohlar bo'lib qolishi mumkin. Xo'sh, ustozning fikrlaridan, Islom Hamro ustozning fikrlaridan xulosa chiqarib, kimda so'z bor? Marhamat, so'z talabalarga. Hech o'zi yoqmadi gaplar. Yo'q. Marhamat. Soliha qizim. Xalqimiz orasida juda ham kattakon shunaqa gaplar yuradi. Amir Temur bobomiz ham kuch adolatdadir deganlar.
hozir jamiyatda men o'ylardimki, oldin ilm juda ham rivojlangan bo'lsa, o'sha jamiyat, davlat rivojlanadi deb. Lekin keyin o'sha ba'zi bir katta odamlar to'g'rilashdi fikrim, yo'q, kuch adolatdadir. O'sha davlatda siyosiy poytaxti bu adolat. Keyin adolat bo'lsa ilm bo'ladi deb Miralimov Shavkat domlamiz ham aytib ketdilar. Shunga o'zingizni yana fikrlaringizni. Domla bizga ham dars bergan Shavkat aka. Domlalar yoshi kirib qoldi. 85 ga kirdi, bor yo'q. Lekin yigitdek mashinalar tuzilib borgan, to'liq stavkada yonimizda katta ustoz. Bizni adolat partiyamizda ham bosh shiori kuch adolatda. Kirishda qaraganimizda yozib qo'ydik kuch adolatda degan. Adolat bo'lmasa ekan hech narsa bo'lmaydi. Davlat ham bo'lmaydi, jamiyat ham bo'lmaydi, Oila ham bo'lmaydi, tizim ham bo'lmaydi. Umuman hech narsa adolat bo'lmasa bo'lmaydi. Masalan, deylik, akademik ilmim bo'lishi mumkin-da, akademik olim darajasidagi ilmim bo'lishi mumkin-da, lekin adolatsiz jamiyatda men o'rnimni topolmayman. Molboqarlikda ham ravo ko'rishni bilmayman, adolatsiz jamiyat. Shunday. Bu o'sha ilm ham, rivojlanish ham, taraqqiyot ham hammasi nimaga adolatga bog'lanadi. Adolat bo'lishi kerak. O'sha adolat bilan ish yuritish kerak davlatda. Amir Temur bekorga kuch adolatda degan asarda shiorni o'ziga bosh shior qo'ymagan Amir Temur hazratlari ham. Qilishlarida ham shular yozilgan bo'lgan. Rostda va ustida yozilgan bo'lgan. O'sha kuch adolatda. Va hozirgacha masalan muhokama qilishadi. Temur qayerda bosib olgan bo'lsa, bizga endi isloq davrida o'sha qirg'in qilgan, boshqa qilgan deyishadi, lekin Temur qurgan binolar turibdi. Hindiston hozir shuncha rivojlandim deydi. Temuriylar, Boburlar qilgan imoratlar turibdi. Qani o'zlarini bitta imoratini ko'rsatsa, biz mana shu qadimiy ibodatxonamiz, ibodatxonasi bo'ladimi, masjid bo'ladimi? Yo'q, Toj Mahal dunyoning 7 mo'jizasidan bittasi Toj Mahal Bobur qurgan. Bular o'shalarni hammasini adolat bilan boshqargan. Boshqa bosqinchilar, tarafda qora nom bilan qolganlar, chunki bosib olish tabiiy bo'lgan, zamon shunday bo'lgan. Boshqalar bosib olgan joydan faqat tashib ketgan. Yurtiga. Uyda qurilish ham qilmagan, ariq ham qazmagan, bog' ham qurmagan, bino ham qurmagan. Britaniyaga o'xshaydi. Britaniya faqat tashib ketgan, tabiiy boyligini tashib ketgan, tilosini tashigan, kumushini tashigan, gavharini tashigan degan. Shu ma'noda Amir Temur o'sha shiorini mana shu Boburiylar, Temuriylar sulolasi 400-500 yil davomida bayroq qilib ishlatib kelgan va shu ma'noda biz adolat partiyamiz ham bosh shiorimiz kuch adolatda. Xo'sh, yana kimda savol? Marhamat. Agar hech kimda savol bo'lmasa, menda bitta savol bor. Bir tushunchaga ega bo'ldikmi? Adolatchi bo'la olamizmi? Albatta, bu yo boshqa partiyaga ham a'zo bo'laverishim mumkin. Masalan, men ham Milliy tiklanish partiyasining a'zosiman. Lekin adolat mening joni dilim. Shu gazetaga doim maqolalar, she'rlar beraman. Doim eshiklari ochiq, tadbirlarda doim birga bo'laman. Biz 5 ta partiya bo'lganimiz, bu otani 5 ta o'g'li bor. Vatan atalmish otani. Xo'sh, demak, mana amaliy mashg'ulotimizni juda sermazmun o'tkazib bergan uchun ustoz, shoir, publisist, Adolat gazetasi bosh muharriri, Adolat sotsial demokratik partiyasi markaziy kengashi a'zosi, mas'ul xodimi Islom Hamro ustozga universitetimiz nomidan, fakultetimiz nomidan tashakkur izhor etamiz.